الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hürmetli arkadaşlar, bugün kâgınımız olsa Ta'limul Arabiyye li gayrin nâtıkîne biha diyen dersimizdeki kitabımızın ikinci dersi geldik. Biz şimdi birinci derste sınıf degan dersimizdeki birinci bölümünü so'zlagandik. Bugünkü dersimizde sınıf degan dersinin ikinci bölümünü so'zlaymiz. Hujratu dirasati ba, yani sınıf ba degan gap ikinci kısım demek. Sundukun tabashirun. Sundukun ve tabashirun. Sanduk bor, tabashir degan bor. Sundukun ve tabashir. Sanduk bilan bor. Bir yerde yani bizga bugün uygulaydigan grammatikal qoidasi bo'lsa, vo harfi, vo degan bog'lovchilar. Uyg'urchadagi bog'lovchilar bilan va degan bog'lovchilar arabchada vo deb ataladi. Yani ikki ismning orasini bog'laydi yoki bir fe'l bilan bir ismning orasini bog'laydi. Yani demek ki bizga istava ismni o'rgatyotdi. Arab tili 3 narsadan tuzilgan: ism, fe'l, harfdan. Hozir bu dersimizde bizga ism bilan fe'lni, isim bilan harfni o'rgatyotdi. Yani ikki ismning o'rtasini bog'lab beradigan bog'lovchi bilan birga. Buning hukmi nima desa, shu bog'lovchi kelsa sunduqun deb pash o'qildimi? Qo'sh pash, sunduqun deb pash o'qildi. Uning keynidan kelgan bog'lang'uchi tabashirun degan o'xshash sunduqun bilan o'xshash pash o'qiladi, qo'sh pash, ya'ni tabashirun deb o'xshash o'qiladi. Yoki sunduqun va tabashirin deb zir o'qilsa bo'lmaydi. Sunduqun va tabashirun deb o'xshash o'qiladi. Babun şik, nafidatun delize. Babun ve nafidatun şik ve delize. Hakibatun çamadan, somka diye mensuva, çamadan. Kursiyun urunduk. Hakibatun fevka kursiyin. Çamadan urundukның üstüde. Hem dünyada bizge göz uygulatqını cümle kuruşunu uygulatdı. Arap dili söz ve cümleden tüzülgen söz degan ayrım yani bir isim yoki bir fe'l yoki bir harf söz bo'ladi. Ammo jumla degan chu ikki ismdan yoki bir ism bir fe'ldan tarakkib topadi. Ma'da haqibatun fawqa kursiyyin deb bizga hozir shamidan nimaning o'rindiqning ustida deb fawqa degan gap degan haqibatun degan bir ism ega. Fawqa kursiyyin ikkisi xabar. Fawqa kursiyyin degan fawqa degan mudaf. Kursiyin mudafın ileyhi, yani birikme isim. İki isim birikme olab bir isim buladı. Urunduğunun üstü de dep bizge hazır mı da mayadaki manada iki isim birikip kalsa ikincisinin devamlı zır okuduğun bir kaydı var, mudafın ileyhi dep. Kursiyin deyimiz. Hakibatun fevka kursiyin. Fevka diyen mudaf geldi mi? Eğer meyagi vo kep kalan olsa hakibatun ve kursiyun dep haş okuyttuk. Vo kem geldik şun. Hakibatun fevka kursiyyin deb zir o'qildi. Mayli mudaf bo'lib qazma qoidani o'rgatyotdi. Masahatun uchurgich, sabburatun doska. Masahatun va sabburatun degan uchurgich va doska. Maktabatun kitob javuni, bitaqatun karta. Maktabatun va bitaqatun. Maktaba degan kitob javuni va karta. Khalitatun khalita, hamilun degan asquch. Khalitatun va hamilun, khalita va asquch. Yani khalita asıdığan khalita asquch. Bu derski məşqlər olsa, birinci məşq yani şu yuqoridagi dərsni jaraqlıq o'qib və onu tərcümə qilishlar. Tabashir degan bor degan. At-tadribu thani, ikinci məşqdə sizib chiqsizlar. Sunduqun degan so'z birinchisidimi, ikkinchi qatordimi, uchinchi qatordimi shuni sizib tutashdingizlar. Uchinchi məşqdə tabashir degan ta harfi tabashirni boshda kelganmi, o'tirma oyoqda kelganmi? Bitaqatun shu. Mistaratın düşük ayakta kelgan, yani o'tirgan başlama. To'rtinchi mashqda suratga qarab tarjima qilsizlar. Yani sunduqun fawqa maktabin. Sanduq ustalning ustida degan bo'yicha bu suratga qarab tarjima qilsizlar. Beshinchi mashq bo'lsa khalitatun bitaqatun sunduqun degan bu shu sözlerine haritatundaki ha
nima o'qilibdi? Bitaqadagi ba nima o'qilibdi? Sunduqdagi sat nima o'qilibdi? Ya'ni biri zivar, fatha, biri kesra, zir, biri sunduqdagi damma deb shuni olishni o'rganisizlar. At-tadrib as-salis 6-cı məşqdə bolsa, qaf hərfi, baş qaf, o'ttir qaf, oyoq qaf deb 3 xilga bo'linadi yoki yolg'iz qaf deb. Qalamunda qaysi qaf kelgan, maq'adunda qaysi qaf, sunduqunda qaysi qaf kelgan. 7-ci at-tadrib as-sabi. 7-ci məşq bolsa, maktabun və maktabatun. Haqibatun fawqa maktabin. Degan bu shu maktabun degan bir so'zniki o'zgarish bilan qancha xil o'zgaradiganligini. Haqibatun fawqa maktabini tarjima ikkisini tarjima qilib o'zgarish bilan mulohaza qilasizlar. Demak, bugungi dars bu yerda oxirlashdi va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ta'ala va sallama ala xayril xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.